Salom do'stlar, sizlar bilan Boy aka. Bugungi video roligimizda Saturnni Ultimate kiyimi kiygan shuni obzorini ko'ramiz. Demak, Ultimate'ga kirishdan oldin mana bunday emblema bo'lar ekan, emblemani ustiga bosamiz. Qani ichida nima bor ekan va bizni nimalar kutyapti ekan? Demak, mana Ultimate'imiz ichiga ham kirib oldik. Ikkinchi marta bizga PUBG sportivniy tematikada ruletga taqdim etdi. Birinchisi bilasizlar Tyson, bunisi endi Saturn. Bunisiga Respect. Anchadan beri bunaqa X-suitlar yoki bo'lmasam bunaqa ruletkalar kelmagan edi. Kelinglar bo'lmasam gapni cho'zmasdan Ultimate bizga beradigan narsalarni bir chekkadan ko'rib chiqsak. Demak, birinchi o'rinda bizni ko'zimizga tashlanib turgan chap tarafdagi sovg'alar bilan tanishib chiqamiz. Bular birinchi ko'zimizga tashlanayotgan bu piyola va samovar, choynak va oxirida legendarniy karvon sigaretini ham qo'yib qo'yishibdi. Endi faraz qiling, do'stlaringiz bilan PUBG'da bemalol choyxonada choy ichib sigaret chekish sharoiti bor. Bunisiga respekt. Endi Ultimate'imizni keyingi animatsiyasini ko'rsak bo'laveradi. Saturn qo'lida ketmon. Aytgancha Ultimate ruletkamizning nomi Saturn qo'lida ketmon ekan. Agarda siz shu kiyimni tushirsangiz, lobbida mana shu emotsiya bilan turar ekan. Oldingi Ultimate'lardan ko'ra ancha farqi bor. Prizlari ham ancha bo'lakchi ekan. Ayniqsa eshak kompanioni menga yoqdi. Undan tashqari juda ham ko'p narsalari bor ekan. Birma-bir tanishib chiqamiz. Aytgancha, meni nazarimda bu Ultimate'imiz kimgadir qarz bergan, shu qarzini olmoqchi bo'lib kimgadir abrashina qilyaptimi, bilmadim. Bu harakatlarini qarang. Endi nima bo'ladi? Salta ham qiyordi. Bu Ultimate bilan ancha-muncha qarzi bor do'stlarimizga emotsiya berib qo'ysak bo'lar ekan. Duxini olib qo'ysak to'yist. Demak, Ultimate'imizni ko'rib bo'ldik. Hammamizga qiziq bo'layotgan mana shu eshak kompanionni ham ko'rib o'tamiz. O'zi Ultimate'larga kompanion qo'shmasdi, nimagadir bu safar qo'shib qo'yishibdi. Kompanionimiz ko'rib turganlardek semizgina ekan, nimagadir xafa. Endi faraz qilinglar, Saturn mana shu kompanion bilan billa tursa, chiroyli turar ekan. Endi qaranglar, kompanion bor, ya'ni eshak bor. Qop bor, kartoshka bor, ketmon bor, nosvoy обязательно bor va eshak arava ham bor ekan. Eshak aravani transport sifatida baggiga qo'yishibdi. Endi kelinglar mana shu uchala emotsiyani ko'rib o'tamiz. Aytgancha bu yerda yana molotok va mix ham bor ekan. O'ta ro'zg'orbob Ultimate ruletka ekan bu. Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaqinlarim, birodarlarim. Sizlarni har daqiqa, har soniya qo'llab turishlaringizga muhtojman. Demak, bu Ultimate'ning birinchi emotsiyasi ekan. Bu gaplarni qayerdadir eshitganman. Respect O'zbekistonni qo'shishgani uchun. Endi ikkinchi emotsiyasini ko'ramiz. Menimcha bu emotsiyada lobbida yutib chiqqandan keyin men chizalamadim, men chizalabdim degan ma'noni bersa kerak. Endi uchinchi emotsiyamizni ko'ramiz. Uchinchi emotsiyamizda bitta squadni yo'q China wardim men sizlarga degan ma'noda shunaqa qilib emotsiya berib qo'ysa kerak. Orqasida ham ko'ryapsizlar-ku, qanaqadir nurlar sachrab qo'yaptimi? Zo'r ekan, lekin menga shunisi yoqdi. Xo'p, Ultimate haqidagi fikrim meni, Ultimate menga prям yoqdi. Orужалari ham bor, kompanioni ham bor, даже transporti ham bor, molotok mix degandek, menimcha shu ketmon yoki molotokka pastda ikkita turgan pritselni qo'yib, mehnat qilsa kerak menimcha. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglar o'z fikringlarni. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi video rolikda kimni X-suitini yoki bo'lsam kompanionni yoki nimadirni ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozib obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.